Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kechagi o'yinimizni davom ettiramiz. Mana Dbetga 12 million so'mga ko'tarib qo'ygandik. Tak mana shu YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib, bitta laykni bosib qo'yinglar. Strategiyalarni birgalikda sinaymiz. Hozir kattaroq summalarda albatta. Kecha kichikroq summalarda o'ynagandik, bugun kattaroq summada o'ynaymiz. Dbetga kiramiz do'stlar. 12 million pulimiz bor balansda. Hozir buni albatta ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, bu yerda 60 ming so'mdan ketdi. Bitta bosdik, ikkita bosdik. Xo'sh. 3 ta bosdik va 4 ta bosdik. Endi chiqamiz, patetiga kiramiz. Patentda, xo'sh, patentdan atga kirganimizdan keyin to'g'ridan to'g'ri 7 ga do'stlar 1 million 500 ming so'mdan qo'yamiz. Bittada ko'rdinglarmi? Bittada. Mana shunaqa strategiyalar ishlasin desanglar, sizlar ham albatta YouTube kanalimizni profiliga kirsanglar, Jo'rbet degan yozuv bor. Profilda yaxshilab qarasanglar, rasmni tagida turibdi. O'shaning ustiga kirib, APK dasturini to'g'ri tanlab, Dbet shu yerga tashlab qo'yganman. Mana shu ishlaydiganini bossanglar bo'ladi. Ko'prog'iga o'tib, endi do'stlar 15 ming so'mga qaytaramiz va bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta bosib qo'yamiz. Va kristal ketdi. Kristalga yana 60 ming so'mdan 5 ta bosamiz. Bitta bosdik, ikkita bosdik. Xo'sh, 3 ta bosdik, 4 ta bosdik va 5 ta bosdik. Endi chiqib 7 ga 1 million so'mdan qo'yamiz. Xo'sh, tekis qilib bosamiz. Ketdi. Bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik, chiqmadi. 2x ni bosamiz 2 milliondan. Bitta bosdik, ko'rdinglarmi? 11 million bo'lib keldi o'sha. Xuddi shunaqa tarzda ketaveradi bu. Ko'prog'iga o'tib, 3 tada chiqmasa 2x ga oshirasizlar albatta. Mana shu joy esinglarda qolsin. 25 ming so'mdan ko'prog'iga bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta va 5 ta bosib qo'yamiz. 6-chisini ham bosamiz, mayli. Chiqamiz kristalga. Xo'sh. 60 ming so'm qilib 2x ni bosib 120 ming so'mdan 5 ta bosamiz endi. Bitta bosdik, ikkita bosdik va xo'sh. 3 ta bosdik. Qani 4-chisi va 5-chisi. Xo'sh, agar sizlar profildagini topmasanglar, kommentariya bo'limida ham bor. Kommentariya bo'limiga kirsanglar ham albatta sizlarga Dbetni chiqarib beradi. Xo'sh, 5 ta bosib oldik. Endi chiqib turib, patentdan atga qaytamiz. Bu Dbetda emas, xohlagan bitta o'sha joyda ko'kda yozuv ustidan bosib kirasizlar. O'sha joyda qaysi apki tashalgan bo'lsa, shunda 100% ishlab beradi. O'zim yozib qoldiraman sizlarga. Mana shu ishlaydi, mana shunda. Endi 1 million 200 ming so'mdan ketdi. Bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik. Nima deyapti bolalar? O'sha 3-chisiga chiqdi bizga. Balans 29, 12 ni 29 ga ko'tarib oldik. 12 mingdan ko'prog'iga bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik, 4 ta bosdik va 5 ta bosdik. 6-chisini ham bosib qo'yamiz. Ketdi. Yana kristalga qaytamiz. 60 ming qilib 2x ga bosib 120 mingdan 4 ta bosamiz endi. Bitta bosdik. Xo'sh, ikkita bosdik. Yaxshi. 3 ta bosdik, 4 ta bosdik, bo'ldi. Yana 7 ga o'tamiz. Endi 800 mingdan bosamiz 7 ga. Tak, 7 ga qo'yib 800 ming so'm ketdi. Bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik, chiqmadi. 2x ni bosamiz mana 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik, yana chiqmadi, yana bitta bosamiz. Bitta bosdik, ikkita bosdik, 3 ta bosdik. Bu safar chiqib qo'ydi, aniq balans qaytib ketdi. Xo'sh, chiqib 200 soniya turamiz va boshqatdan kirib maksimalni garov qancha ekan? Maksimalnisi 4 million 100 ekan. Ketdi. 4 million 100 dan bosamiz 7 ga. Endi ham bermasa, lekin ketdi o'sha. Oqdik. Oxirida oqdik lekin. 3 marotaba sinaganimizda yaxshi chiqib berdi bizga, ko'rdinglarmi? 3 ta bosib qochish kerak ekan. Mana eslab qolinglar mana shu joyni.